tumanlarga asosan har bitta banklarga, har bitta tashkilotlarga bo'lib berilgan. Shu tumanga, shu joyga borib, shu yerdagi shu tadbirkorlar bilan uchrashib, tadbirkorlarda to'planib qolgan muammolari bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmasa ularda qandaydir loyihasiga ko'mak bo'ladigan bo'lsa yoki shu qandaydir sohada yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, hududlarga chiqib turib, har bitta shu bankni raisi va uni o'rinbosari, men o'zim rais o'rinbosariman, Familiyam Haydallayev, ismim Sherzod. Shu yuzasidan hozir yerda endi bir qandaydir kichkinagina bir kontingent to'plangan bo'lishi mumkin, lekin joyga chiqib o'rganamiz. Bundan tashqari shu savdo sanoat palatasi va tuman hokimligi bilan bevosita uzviy aloqani bog'lagan holda shundan kelib chiqib, shu tumanda qanday yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, nima ko'maklashish kerak bo'ladigan bo'lsa, yordam qilamiz. Endi prezidentimiz topshiriqlari bo'yicha uchta sohaga bo'lib turib sizlar borib taklif tayyorlab kelinglar. Birinchisi tadbirkorlarni shu tuman miqyosidagi muammolar. Miqyosidagi muammolari bo'yicha shu tumanni o'zida nima narsalar hal qilinishi kerak bo'lsa joyida hal qilinsin. Shunaqa topshiriq berilgan. Ikkinchisi shu viloyat miqyosida Andijon viloyatining tegishli hokimlik yoki boshqa organlarining naqalari bo'yicha hal bo'lmayotgan masalalarda hal qilinish vazifasi topshirilgan. Va uchinchisi shu respublika miqyosida hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar